Xonqa tumanida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Inson huquqlari bo'yicha vakili hamda tuman prokuraturasi hamkorligida huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan kompleks tadbirlar tashkil etildi. Hozir shu haqda. Kompleks tadbirlar ertalabki saf ko'rigidan boshlandi. Unda asosan viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari bir kunlik ish rejasi va profilaktik tadbirlarni muhokama qilib oldilar. Shundan keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari maxsus transportlarda barcha mahallalar bo'ylab profilaktik tadbirlarga yo'l oldilar. Profilaktik kun munosabati bilan Xonqa tumani shu Paxtagul mahallasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar va boshqa mas'ul tashkilotlar hamkorligida xizmat yo'riqnomasi o'tkazildi. Shu profilaktik kun munosabati bilan bo'sh ishlar yarmarkasi va uzoq muddatdan qaytgan fuqaro uchun tibbiy ko'rik va yoshlar o'rtasida sport to'garaklari, 5 tashabbus tadbirlari o'tkazildi. Tumandagi mahallalar kesimida ijtimoiy profilaktika ta'siriga tushadigan 14 toifadagi shaxslar, shuningdek profilaktika, probatsiya, ma'muriy nazoratda turuvchilar hamda 7 ta toifadagi otalikka olingan yoshlar, uzoq muddatga ketib xorijdan qaytganlar, ayollar daftarida turgan psixologik va huquqiy yordamga muhtojlarning aniq ro'yxati shakllantirilib, ular bilan profilaktik suhbatlar olib borildi. Ularga qonunchilikdagi o'zgarishlar, huquq va burchlari batafsil tushuntirildi. Shu bilan birga kitobxonlik burchagida badiiy adabiyotlar jamlanib, ishtirokchilar o'zlariga yoqqan o'zbek va jahon adabiyoti namunalari bilan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Profilaktik tadbirlar doirasida o'tkazilgan sport musobaqalari qizg'in va murosasiz kechdi. Tadbir davomida yashil energiya resurslari, tabiiy gaz, elektr energiyasidan foydalanishda tejamkor texnologiyalar bo'yicha ko'rgazmalar, madaniy-ma'rifiy uchrashuvlar tashkil qilindi. Kasb-hunarga o'qitish markazida zarur kasblarni o'rgangan yoshlarga sertifikat, sport musobaqalari g'oliblariga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, tashkil qilingan mehnat yarmarkasi davomida 30 nafardan ortiq ishsizlarga yo'llanmalar berildi. Shu bilan birga tashkil qilingan bepul tibbiy ko'rik jarayonlarida 200 nafardan ortiq fuqarolar shifokorlar ko'rigidan o'tkazildi. Unda terapevt, pediatr, kardiolog, endokrinolog, nevrolog, jarroh, oftalmolog, travmatolog, urolog, rentgenolog, dermatolog kabi tor mutaxassislar fuqarolarni tibbiy ko'rikdan o'tkazdilar. Profilaktik tadbir doirasida tuman hududida sodir etilgan jinoyatlar, ularning kelib chiqish sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni o'rganish maqsadida jinoyatlar muhokamasi ham o'tkazildi. Ushbu kompleks tadbirlarni o'tkazishdan maqsad jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, jamiyatni sog'lomlashtirish umummilliy vazifani amalga oshirishdan iborat.